Barchangizga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men yana Stebek do'stlar. Bugun Minecraft lekin biz cho'chqalar epic narsalar sotadigan dunyoda Ender Dragon'ni zabt etishga harakat qilamiz. Agar sizlar bo'lsangiz videoga like bosib kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Qani unda biz boshlashdik deyishimizdan oldin do'stlar, nega shu paytgacha video chiqmayotganini sababini sizlarga tushuntirib o'taman. Xullas, ma'lum bir sababga ko'ra menda qo'lim sinib qoldi. Shu sababli ham qo'lim singani tufayli video ololmadim. Xullas, muammolar juda ham ko'p bo'ldi. Bu vaqt oralig'ida videolar chiqmay qoldi va boshqa muammolar xullas shunaqa bo'lgan sababli video chiqmadi. Endi bo'lsa qo'lim tuzaldi, hammasi joyida va sizlarga mana video olishni boshladim. Xudo xolasa bundan keyin har kuni video chiqadi. Endi har kuni bo'lmasam haftada 2 marta yoki 3 marta video chiqarishga harakat qilaman. Agar sizlar bo'lsalar biz boshladik. Hop, merni zagruzka qilib oldik va atrofda cho'chqa bor ekan. Nima bu? Yo, what the fuck? Men resurs bug berdimmi bilmadim. Yo, qaranglar mana epic narsani sotishar ekan. Faqat bu cho'chqalarga nima qilgan bilmadim. Hozir bizga bitta yer kerak va yonayotgan zombi, demak shu atrofda qishloq bor. Hop, mayli. Hozir bizga cho'chqa kerak. Bu bilan savdolashamiz. Qaranglar, bitta blok yerga bir stack izumrud blokini sotar ekan. Ajoyib. Yana hammasini craft qilib olamiz, ya'niki izumrudga aylantirib olamiz. Endi bo'lsa birin-ketin o'zimizga kerak barcha narsalarni sotib olamiz. Qaranglar, lekin sacharlari juda ham ajoyib deb ayta olmayman. Faqat bir protection bir shunga o'xshash sacharlar bunda protection bir, unbreaking bir. Xo'p, mayli, hech qisi yo'q. Buni sacharlari zo'r, ya'niki sacharlari ko'proq ekan demoqchiman. Xo'p, yaxshi. Va bu yerda sharpness, unbreaking, fire aspect zo'r. Вообще-то bo'ladi. Unbreaking, furnace, mending, effectiveness ajoyib, bu ham zo'r. Mayli, hozircha bizga shular ham bo'ladi. Eng muhimi hammasi nesritdan ekan. Bu esa juda ham ajoyib. Endi biz taponni ko'ramiz. Sharpness, unbreaking, effectiveness bu ham ajoyib sacharlangan trident bizga kerak emas va bu yana nimalar sotadi? Ajoyib o'q, flame power infinite cheksiz o'q. Bu juda ham ajoyib. Lekin bizning o'qimiz boshqacha o'q ekan, ya'niki zaharli o'q. Bu esa juda ham yaxshi. Demak bizga kamida 2 stack yoki 3 stack. Mayli, kela 4 stack olib olamiz. Bizdan nima ketdi? Izmurtlarimiz juda ham ko'p. Xo'p. Yo, oltin olma ham berar ekan. Ajoyib, juda ham zo'r narsalar sotar ekan, to'g'risini desam. Hop, bu yerda qo'rilgan ender jemchug ham bor ekan. Ajoyib. Qaranglar, endi biz bu degani Netherga borib yurmaymiz deganni. Yo, what the fuck, Elytra Firework. Qaranglar, Portal Endning ramkasini ham berar ekan. Ya'ni portalning ramkasi. Bu juda ham ajoyib. Qaranglar do'stlar, biz shunchaki savdolashib Ender Dragon yoniga ketaversak bo'ladi. Bu juda ham ajoyib. Hop, endi bo'lsa biz portal ramkalarini olib olamiz. Bizga yetadi. 30 ta qo'lga jemchug ham yetib ortadi. Bo'ldi. Bizga hamma narsa yetarli. Bizda hech qanaqa muammo yo'q. Qaranglar, shunchaki portalni craft qilib, ya'niki qurib, bemalol endga jo'nab yuborsak ham bo'ladi. Hozir esa o'zimizga kerak narsalarni bu yoqqa tashlab yuboramiz, ya'niki zumradlarni. Hozir qishloqlar ko'rsa, o'zi ham yig'lashayotgan bo'lardi. Mayli, hech qisi yo'q. Bizga zumradlar endi keragi yo'q. Demak, bizga kerak narsa bizning inventarda turmashi kerak. Xo'p, o'zimizga kerak barcha sacharlarni kiyib oldik. Bu esa mening shilimcham. Bu turadi shu yerda. Buni hech yo'q yechmaymiz. Oltin olmalar ham o'zimizga yaqin joyda tursa, olib olishimizga qulay bo'ladi. Fireworkni ham bu yoqqa qo'yib olamiz. Zaharli o'qlarni ham joylashtirib olamiz. Bo'ldi. Endi hammasi joyida. Endi bo'lsa shunchaki endning portalini qursak bo'lgani va biz Ender Dragonning yoniga bemalol borsak bo'ladi. Xo'p, bizning uchun bizga hozir yaxshiroq joy kerak. Mana shu yer bo'ladi. Yo'q, menimcha bu yer yaxshi variant emas. Bu yer ham yaxshi variant emas. Qayerga qursam ekan? Hop, yaxshiroq joy bo'lsa ajoyib bo'lardi. Masalan, mana shu yer. Qaranglar, juda ham zo'r. Hop, mayli. Yana bo'lsa 3 ta blok bu yoqqa va 3 ta blok bu yoqqa. Va yana 3 ta blok bu yoqqa. Let's go. Bu yoqqa 3 ta blok.
endi bo'lsa qolgan jemchuglarni to'g'ri joylashtirib chiqsak bo'lgani va bizning portalimiz ishlashiga umid qilamiz. Va hammasi joyida degan umiddaman va ajoyib let's go ishladi portal. Hop, agar siz tayyor bo'lsanglar, biz endga yo'l olishga tayyormiz. Men tayyorman, sizlar ham tayyor bo'lsanglar, qani ketdik. Let's go. Ketdik. Olg'a endga. Ajoyib qilgan sakrab bo'ldik va bu yerda craft, ya'niki paydo bo'ldi, craft bo'ldi demoqchi edim. Adashib ketdim. Hop, mayli. Ultronni taqib olamiz va kristallarga hujumni boshlaymiz. Undan oldin esa chestplate'ni bu yoqqa qo'yib oldik va hadi go. Umid qilamanki, kristallarni juda ham katta tezlikda sindirib tashlaymiz. Har holda shunga umid qilaman va bizning birinchi qo'nishimiz muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Prosta bu tavsiyalarga, ya'ni minorlarga qo'nish juda ham qiyin-da. Hop, biz birinchi kristalimizni sindirishga tayyormiz. Qani, birinchi kristal batamom yo'q bo'ldi. Endi bo'lsa, keyingi kristallarni ham birin-ketinlikda sindirib tashlaymiz. Ajoyib. Qolganlarni ham shunday ketma-ketlikda sindirib tashlaymiz. Hozircha hammasi ajoyib, lutfli. Merganman-da, to'g'risini aytsam. O, ko'rasizlarmi? Qanchalik darajada uzoqlikda sindirib. What the fuck? Zo'r, hozircha bu kristal va bu ketdi. Endi kichkinacha qoldi va bu ham ketdi. Let's go. Hozir bitta oltin olma yeb olamiz va yuqoriga ko'tarilamiz. Shunga ham sekin qo'nib olsam ajoyib bo'lardi va let's go, qo'nib oldik. Endi bo'lsa buni ham yo'q qildik. Nechta kristal qoldi o'zi? Hozir atrofni ko'rib olamiz. 2 ta qolibdi, shu ham qobiqqa o'ralgan kristallar. Bunisini birinchi sindirib tashlaymiz. Yo'q, yaramas, tupurib tashladi. Shunday sindirib olsam bo'lardi, sizgina. Mayli, hech qisi yo'q. Hech qisi yo'q. Hozircha bunga tupurgani sababli bunga qo'na olmaymiz, lekin bunga qo'nsa bo'ladi. Endi buni juda ham katta sindirib tashlash kerak, bo'lmasa ahvolimiz chatoq bo'ladi. Endi bo'lsa, buni ham bir amallab sindirsak, Ender Dragonning hech qanaqa jon oluvchi manbai qolmaydi. Va yo'q, uni bo'lmayapti negadir. Hop, ehtiyotkorlik bilan buni juda ham qiyin bo'laman. Shu oxirgi kirsa, yo'q, va ko'rdinglarmi? Takror refer ko'rib olamiz. Qaranglar. Ko'rdinglarmi? Tushundinglar nima bo'lganini? Hozir o'zim otgan o'q o'zimga qaytib tegdi. Xo'p, mana shunaqa ham bo'lib turar ekan, ajoyib. Yo'q, prosta bu yoq qo'nib bo'lmayapti. Demak, bu kristalni sindirmaymiz. Ko'rdinglar, do'stlar? Shuncha harakat qildim, lekin hech qanaqasiga bu kristalga qo'nib bo'lmadi. Mayli, Ender Dragonni endi mana shu bitta kristali bilan o'ldiramiz. Bu bizning challenge'imizni biroz qiyinlashtiradi, lekin bizga bu hech narsa emas. Nega desanglar, esinglarda bo'lsa, undan oldingi videolarda biz Ender Dragon 2 ta kristalni qoldirib ham mag'lub etganmiz. Va bu videoda ham shuni takrorlashga harakat qilamiz. Agar o'xshasa ajoyib bo'ladi. Xo'p, demak men tayyorman. Ender Dragon tezroq pastga qo'nsa, yaramas to'nkani o'ldirardim va pastga qo'ndi. Ya'ni o'zini joyiga ajoyib qallar. U darajada tez joni ketmayapti, e'tibor berasizlarmi? U darajada tez emas. Mayli, hech qisi yo'q. Xo'p, bizning boshimizga bosh og'riq oladigan bitta mob bu interven. To'g'ri, Ender Dragon demoqchi bo'libman. Qani, bilmasdan urib yubordim, lekin bunga farqi yo'q ekan. Buni o'ldirmasa ezib yuboradim deyman-da. Qayerdasan? Kela qol o'lib ket. Ajoyib o'ldirib oldik. Endi Endermanning navbati. O'la qolsangchi yaramas to'nga. Ajoyib, deyarli yarim joni qoldi. 50% desak ham bo'ladi. Agar foizga oladigan bo'lsak. Xo'p,
bitta oltin olmadik bo'lamiz va Ender Dragon yana shu joyiga qo'nishini kutamiz. Ungacha esa atrofni aylanib tursak yaxshi bo'ladi. Ular savol beradi-da, xullas aytadi, nega sen Ender Dragonni qo'nish uchun atrofni aylanib turasan deb. Bitta joyda tursanglar, kim bilmasa Ender Dragon shu joyga tupuradi, ya'niki xullas shu joyga tupuradi-da, xullas tushunyapsizmi? Shuning uchun atrofni aylanib tursanglar, u mo'ljalga ola olmaydi va unga tupurish noqulay bo'ladi. Shu sababli ham atrofni aylanib turgan bu juda ham yaxshi. Ya'ni sizlarga bitta life hack. Hop. Deyarli 25% joni qoldi Ender Dragonning va uchib ketmasa shu jon ham hozir qolmaydi. Iltimos uchib ketma, iltimos. Va let's go, qaranglar. Bizni birinchi videomiz va birinchi Ender Dragonni o'ldirdik. To'g'ri, qanaqa birinchi video? Uzoq tanaffusdan keyingi birinchi video. Zo'r. Endi opitlarni barchasini yig'ishtirib olamiz va bizda bular jonga tegdi-ku. Bizda 46-level bo'ldi. Bu yaxshi, o'rtacha, juda past ham emas, juda yuqori ham emas. Mayli, hech qisi yo'q. Biz o'zimizga qo'ygan maqsadimizni bajara oldik. Hozir esa buni isbotlash tariqasida Ender Dragonning tuxumini olib ketamiz o'zimiz bilan. Ajoyib, endi bizda chiroq bor. Endi bo'lsa, Ender Dragonning tuxumining tagiga chiroqni qo'ysak, bizning qo'limizda Ender Dragonning tuxumi bo'ladi. Bu biroz kulgili eshitilishi mumkin, lekin bu bor gap. Va bo'ldi. Let's go. Endi bizda Ender Dragonning tuxumi bor. Uni o'ldirganimizga yaqqol isbot sifatida Ender Dragonning tuxumini ko'rsatsak bo'ladi. Xo'p, demak biz maqsadimizni bajara oldik, ya'ni oldimizga qo'ygan maqsadimizni bajara oldik. Demak, videoni tugatsak ham bo'ladi. Undan oldin esa hozir narsalarimizni tartibga qo'yib, sizlar bilan chiroyli xayrlashib olaman. Xo'p do'stlar, mana ko'rib turganlaringizdek Ender Dragonning tuxumi o'z qo'limda turibdi. Demak, biz challenge'imizni bajara oldik va videoni shu joyida o'z nihoyasiga yetkazaman. Video qiziq bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar va bundan ham chiroyli, bundan ham zo'r videolar hali oldinda. Sizlar bilan Stebek bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha hammaga kattakon rahmat. Do'stlar, iltimos qilib qolardim, kanalga obuna bo'lishni nega desanglar, biz 100 ta bo'lishimiz kerak. Hali bizni oldimizda 1000 ta, 100 mingta va 1 millionlar kutibdi. Xullas, sizlar obuna bo'linglar va hammasi joyida bo'ladi. Qaytgancha do'stlar, biz merga kirganimizda esingizda bo'lsa, shunchaki shunday yuchqa bilan savdolashdik va hech narsa qilmadik. Shunday end puzzle'ga jo'nab yubordik, merni aylanishga ham ulgurmadik. Hozir sizlar bilan shu endni, ya'ni endni debman, o'zim chalkashib ketdim. Olamni, ya'ni merni aylanib ko'ramiz. Bu yerda adashmasam videoni boshlayotgandim, qishloq bo'lsa kerak degan edim. Va mana o'sha qishloqni topdik. Buni bilganimiz sababi zombi qishloqi bor edi. Zombi qishloqi bor joyda, ya'ni shu yaqin territoriyasida, kim bilmasa, qishloq bo'ladi. Xullas, biz qishloqni topdik. Keyingi video mana shu qishloqqa asoslangan bo'lishi mumkin. Hammaga rahmat. Keyingi videolar ko'rishguncha sizlar bilan Stebek bo'ldi. Mayli, charchamanglar. Ishlaringga omad. O'sha yerda bitta takoy rasm o'chib beray. Keyingi video mana shu qishloqda bo'ladi. 100%. Bu videoga ideya ham tayyor. Если что, bu video ham tez orada chiqadi. Demak, hammaga rahmat. Sizlar bilan Stebek bo'ldi. Men esa ketdim uxlashga. To'g'ri, juda ham charchadim, bo'pti, pakay.